Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 6 narsa bor, amallarni savobini ketkizib yuboradi. Al-ishtighalu bi'uyubil xalq. Odamlarni aybini oqtarish savobini ketkizib yuboradi. Menda o'zi ayb ko'p, o'zimda gunoh ko'p deb turishimiz bizning vazifamiz ekanda. Ikkinchisi qasvatul qalb, na'uzubillah. Qalbni qorayishligi savobli amallarni ketkizib yuborar ekan. Qalb qachon qorayadi? Qalb Allohni eslamasa qorayadi. Qalb qachon qorayadi? Ko'zdan yosh kelmasa, ibodat qilmasa qalb qorayar ekanda. Qalbni qorayishligi amallarni o'chirib yuboradi. Uchinchisi hubbud dunyo debdilar. Dunyoni yaxshi ko'rish, mehr qo'yish. Dunyo deb ibodat qiladi. Dunyo deb Allohni zikri qiladi. Dunyo deb yolg'on gapiriladi. Dunyo deb talaba ilm qoladi. Dunyo deb Allohdan uzoqlashadi. Demak, insonni amallarini o'chib ketishlikka sabab bo'ladi. Va qillatul hayo debdilar. Hayo bo'lmaslik, behayo bo'lishlik, hijolat bo'lmaydigan bo'lishlik. Hayoli turi ko'p. Harom taomni qoringa kirishligi ham behayolik. Beodob bo'lishligi ham behayolik. Qalbi qattiq bo'lishligi ham behayolik. Va tulul amal debdilar, orzu havasni uzun bo'lishi. U osmonlarda uchib yuradi, havolarda uchib yuradi. Unga yarasha amal yo'q, unga yarasha ibodat yo'q. Bu insonni amallarni o'chirib yuboradigan narsa. Va zulmun la yantahi debdilar, oxir yo'q zulm. Ya'ni o'zidan o'zga insonga zulm qiladi yoki o'zini nafsiga zulm qiladi. Mana shu zulm ham insonni amallarini o'chirib yuboradigan narsalardandir dedilar. Alloh o'zi panoh bersin.